Baraka topkurlar. Men sizlarga qanchalik jon kuydirsam, sizlar e'tibor bermayapsizlar. Qaranglar, mana bunaqa suv filtrlarini 8 million so'm, 10 million so'mdan ustunlikka qildirib yuribsizlar. Elektroy keladigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa 7 ta bosqichda, 6 ta bosqichda tozalaydigan suv filtrlarini 2 million 100 ming so'mda olib ketsanglar bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Mana bu ko'rayotganinglar EPA brenddan 7 ta etapda suvlarni tozalaydigan variantinglarni 2 million 100 ming so'mga 6 talik variantini bo'lsa 2 million so'mga Elektroy do'kondan bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Xullas, unaqa mashininglarga aldanib yurmay, Elektroy keladigan bo'lsangiz, mana eng optim narxda, eng arzon narxda bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari ustunlikka xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bolalarni o'zi bilan gaplashadigan bo'lsangiz, uyingizga olib borib chiroyli narxga ustunlikka qilib berishadi. Mabodo uyingizga suv filtr kerak bo'ladigan bo'lsa, uyingizga deysizmi, korxonangizga deysizmi, magistralli deysizmi, любой variantini Elektroy do'kondan topsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman, gap cho'zmayman. Telefon qiladigan bo'lsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.